Ha do'stlar, agar bunda pro hojatxona qayerda? Men videolar tutdim. Uzr unda. Hammani videoni buzdi. Shu joyni kesib yuboringlar. Xullas, shu videoga 200 ta layk hamda 2000 ta obunachi yig'ib bersanglar, men sizlar aytgan Minecraft'lar bilan video olaman. Sizlar esa kommentariyada ovoz to'plasanglar, xullas, shuncha kim ko'p ovoz yig'sa, o'sha Minecraft'lar bilan video olaman. Faqatgina sizlardan 200 ta layk hamda 2000 ta obunachi. Xo'p do'stlar, aytganimdek obuna bo'lib, layk bossanglar bo'ldi va kelgusi videolarimda ham xuddi shunday aktiv bo'lib tursanglar, men aniq ular bilan video olaman. Ha, shu qishloqda biznes boshlasam bo'ladi. Ha, bu yerdagi narsalarimni olishim kerak. Sabzi, lavlagi, kartoshka, xullas shunga o'xshagan narsalar. Okey, bu yerda esa lavlagi, sabzi, okey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sotilayotgan uylar qaysi tarafda? Sotilayotgan uylar mana bu tarafga to'g'ri yuraversangiz chiqadi. Rahmat yordam uchun. Yo'q, qanaqa kishi bu? Beti juda ham sovuq, qo'rqinchli. Mayli, nima bo'lsa ham men ishimni davom ettiraveraman. Yo'q, nima bo'ldi? Stop. Bu yerni olgan edim. Hammanglar olaveramiz. Xo'p, yaxshi. Bu yer sizlar bilan salomlashishdan chiqib qolibdi-yu. Hammaga assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan o'sha men Tayper. Xo'p, men bugungi ishimni ko'rdinglar. Bularni merga topshirishim kerak. Juda ham ishlar ko'p. Kam. To'g'ri, buni prosta merga topshirsak bo'ldi. Sizlar videoga layk bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Okey. Xo'p, endi bo'lsa biz uyga borishimiz va bularni joyga, ya'ni sandiqqa qo'yib turishimiz kerak. Keyin esa bir gap bo'lar. Molni olasizmi tezroq? Xos, yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xullas, Tayper, men seni taniyman. Senga gapim bor. Biz bitta biznes ish boshlaganmiz. Xullas, menga yordaming kerak. Juda ham mollarni olib o'tishing va nima desam bo'ladi, narsalarni dastavka qilishing kerak. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, sen bilan kechki payt gaplashamiz. Meni uyimni bilsang kerak, xullas. Bo'pti, xayr. Ha, bo'pti, xayr. Yo'q. Umuman tushunarsiz. Menga nima deydi, qanaqa kechki payt ko'rishamiz va bunaqa qandaydir gaplar hamda mayli, kechki payt bo'laversin-chi. Ha, mana qorong'ir tun ham tushdi. Endi bo'lsa boyagi amakini uyga boramiz. Nega menga bunday dedi? Salom amaki, men keldim. Ha, yaxshi Tayper. Xullas, men seni jo'natmoqchi bo'lgan joyim mening eski oshnam. Uni uzoq joylardan topasan. Xullas, men senga ertaga joyni ko'rsataman. Xullas, nima desam bo'ladi? Xotiram ham singanda amal. Xullas, ertaga senga tushuntiraman. Hamma yo'qni xaritam beraman. Borib u bilan gaplashasan. Meni boboy tog'a jo'natdi desang, taniydi meni. Tushunarli bo'lgan bo'lsa yaxshi. Bo'ptimi? Ha, tushundim. Biroz tushunmayotgandek bo'lyapman. Mayli, tushundim. Ha, yaxshi, unda barakalla bolaginam. Xo'p, unday bo'lgan bo'lsa, ertaga ertaroq kelsang, men seni uni oldiga jo'nataman. Xullas, mana bemalol chiqib ketishing mumkin. Xayr, ertaga ishimiz o'xshaydi degan umiddaman. Bo'pti, xayr Tayper. Ha, bo'pti. Mayli, umuman tushunmadim, lekin ertaga ertaroq borsak, o'zi aytib beradi degan umiddamiz. Tushuntirsa bo'ldi-da. Xaritam beraman dedi, shu bilan bo'ldi. Mana kechki payt ham tushdi. Endi bo'lsa tezroq uyimizga borishimiz kerak. Bu yerda turavermasdan. Bir gap bo'lar, o'zi xaritam bersa bo'ldi-da. Xaritam beraman deb boshqa narsa berib yubormasa bo'ldi. Ha, mana Tayper, mana bu xaritani ol. Bu xarita bu-shu. Uzr, unda mana bu xaritani ol. Mana shu xarita. Shu bo'ylab borasan. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana bu qurolni ham senga bermoqchi edim. Qanaqa qurol aytyapsiz? Hozir mana buni yo'lingda biror yomon narsa chiqib qolsa, shu bilan otaver. Bo'pti, o'zingni ehtiyot qilgin, yaxshiroq bor. Xaritani berdim, xayr. Ha, mayli. Xaritam berdi amaki. Endi bo'lsa yo'l yursak ham mo'l yuramiz. Iloji yo'q, xarita bo'ylab ketmasak bo'lmaydi. Let's go.
Hoy, Creeper janoblarini taniysanmi? Ha, taniyman. Meni boboy tog'a jo'natgandi. Nima, boboy? U meni oshnam-ku. Oshnam? Yoma-yo, demak Creeper janoblari sizmisiz? To'g'risini aytsam, ha. Xullas, qanaqadir biznes boshlashimiz kerak ekan. Ha, bilaman. Nima, qanaqasiga? U menga telefon qilib aytgandi. Bo'pti. To'xtang, aytyapmiz-ku, axir nima desam bo'ladi, biznes boshlaymiz deb. Ha, eski ishini boshlayapti shekilli. Bo'pti, mayli. Unda orqangga ketaver. Nima, men o'zi shuncha yo'l bosib keldim. Qanday orqaga ketishim mumkin? Ha, tushunarli bo'lgan bo'lsa, mayli, bo'pti, boraman senlar bilan. Faqat o'sha biznesidagi yomon ishlarini qilmaydi. Xo'p, bo'pti. Qanaqa yomon ish? Bunisini aytib bo'lmaydi. Chunki 50 yil oldin u xuddi shunaqa ishlar qilib yurardi. Qanday ish? Bunisini keyin bilib olasan.